Xo'p, mayli. Sen o'zing nimani tanlagan bo'larding? Sevgi yoki boylik? Hozirgi paytda boylikni tanlagan bo'lardim. Nimaga aynan boylik? Kecha o'zing sevgi bilan boylikni tenglashtirib bo'lmaydi deganding-ku. Agar avvalgidek sevgi bo'lganda, sevgini tanlardim. Avvallari qanaqa bo'lgan ekan? Bir inson bo'lgan ekan. Jismonan, aqlan juda ham kuchli ekan. Hattoki urush paytida ham bir tonali eshikni dushman tomon uloqtirgan ekan. Lekin suyukli ayoli vafot etganda odamlarga nima deganini bilasanmi? Xo'y, odamlar yordam beringlar. Ayolim ko'tara olmayapman degan ekan. Agar mana shunaqa sevgi hali ham bo'lsa, sevgini tanlayman. Bunaqa sevgini tanlamasdan bo'ladimi? لو اقول لك واني بحبك الغوب وتسوي عليك لو ثانية بابا